savollari suka meni hayotimdan xunuk biletlarni. Keyin qarasam sochim to'kilib ketishni boshladi. Siqilaverib, sochlarim oqarib ketdi o'shanda. 5 yil trenerlik faoliyatimda. Amim chiqib bo'lgandan keyin bo'ldi dedim. Onasini sizga o'sha payt men 2018, 19, 20, 21, 22 tugatgan bo'lsam 100 ta shogirdni $100 bir oyda $10,000 trenerskidan pul topardim. Yana $10,000 ximiya, pimiya, sport pit, shunaqa narsalar, programmalar sotib turib pul topardim. $20,000 oyiga o'sha payt topardim. Bilmadim, hozir $20,000 topyaptim, o'zi trenerlar yo'qmi? O'sha puldan kechganman o'sha payt. Chunki men tugaganman jalab bularni. Dabbalan davolaverib bilan. Boradida jalab amino hardcore ichib hayotimdan amini chiqaraveradi, keyin keladi. Aka, men shuni ichmaganman, shuni ko'timga tiqmaganman, shuni qilmaganman, men ximik emasman. Otdi-qo'tag'i. Amino hardcore ichgansan, to'g'rimi? Endi amino yozib qo'yibdi. Men yo'q, o'sha amino degan joyi o'sha amino yeding. Mana laboratoriya tadqiqotlarini pasporti, mana dokumenti tarkibida metil testosteron borligi, sen esa gandonvachcha to'xtovsiz hardcore yeganingda testosteroningni o'zinikini uxlatib, tuxumdonlaring, testikullaringni uxlatib qo'yib, bu yoqda sun'iy metil testosteronni ichavergansan. Amino shirin ekan. Oy, bugun bananlisini yedim, men bugun shokoladlisini yedim deb basharangga, peshanangga, belingga makade ugri chiqavergan. Shot charchamadingizmi? Don't forget.